Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. İstiqlal kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Amerika Xitoyning Hind-Tinch okeandagi xirisiga birlikda qarshi turishning muvaffaqiyatli bo'lganligini bildirdi. Amerika Davlat Mudofaa ministrining Hind-Tinch okean bexatarlik ishlari muavin ministri Eli Ratner o'tgan bir yilning haqiqatan Hind-Tinch okean rayoni uchun tarixiy bir yil bo'lganligini, Amerika Davlat Mudofaa ministrligining bu rayonda davomli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishni umid qilganligini bildirib, biz erkin va ejivitilgan Hind-Tinch okean tasavvurini barpo qilib, rayondagi tahdid kuchimizni qat'iy kuchaytiramiz deganlarni ta'kidladi. Amerika ovozining 7-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat Mudofaa ministrligining axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Eli Ratner, Hind-Tinch okean rayonida qo'lga keltirilgan ilgirlashlarning Amerika bilan Xitoy davlat mudofaa amaldorlari o'rtasidagi aloqaning ehtiyoji ekanligini, Amerikadagi ikki cho'ng siyosiy partiyaning Hind-Tinch okean strategiyasini davomli qo'llashning ahamiyati to'g'risida tafsiliy to'xtalgan. Eli Ratner so'zida Amerikaning Filippin, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Indoneziya, Vyetnam va Sharq Janubiy Osiyo Allar ittifoqidagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan harbiy munosabatining yaxshilanganligini, ittifoq va hamkorlikning ilgariga qaraganda kuchli ekanligini o'tirg'a qo'yib, biz ular bilan bir qator harakatlarni qildik. Bu Amerika armiyasining Hind-Tinch okeanda texmo harakatchan, ajallik harakatlarni qiladiganligining namoyandasi degan. Eli Ratner so'zining oxirida yana Amerika armiyasi yana ittifoqdoshlar va sheriklar bilan hamkorlashib, ittifoqdosh davlatlarning o'zini qo'g'dash iqtidorini taraqqiy qildiradiganligini, buning uchun texmo ko'p kuch sarf qiladiganligini bildirgan. Bildirilishicha, Amerikaning Hind-Tinch okean rayonidagi ilgirlashi ikki taraflik munosabat bilan cheklanib qolmasdan, balki bu munosabatlarni bir-biriga texmo mustahkam bog'laydi ekan. Ratner so'zining oxirida bu rayondagi davlatlar bir qancha yildan beri tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan tariqada o'zaro hamkorlashdi degan va Xitoyning Amerikaga nisbatan eng cho'ng xiris hisoblanadiganligini, Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi zo'ravonlik harakatlarining rayondagi o'xshash fikrdagi davlatlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirishidagi sabablarning biri ekanligini qayta ta'kidlagan. Xitoyning kengaymichilik harakati Sharq Janubiy Osiyo vaziyatini qalaymaqonlashtirdi. Xitoyning rayondagi kengaymichilik harakati bilan Burma harbiy rejimining vahshiyligi Sharq Janubiy Osiyo allarini qalaymaqonlashtirmoqda. Fransiya xalqaro radiosining 7-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Sharq Janubiy Osiyo allar ittifoqi boshliqlari yig'iniga qatnashgan Xitoy bosh ministri yangi sovuq munosabatlar urushidan ogohlantirgan bo'lib, Xitoyning rayondagi kengaymichilik harakati oldida Sharq Janubiy Osiyo allar ittifoqining o'rtaq maydonga kelishi qiyin bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, rayondagi Burma harbiy rejimining vahshiyligi va uzluksiz Xitoyga yiqilishi Sharq Janubiy Osiyo allar ittifoqini gangirtib qo'ygan. Mazkur yig'in to'g'risidagi xabarlarga qaraganda, Sharq Janubiy Osiyo allar ittifoqi yig'inining muhim temasi ikki cho'ng qiziq nuqtaga markazlashgan bo'lib, uning biri Burma harbiy rejimining Burma fuqarolariga qaratgan zo'ravonlik harakati, yana biri Xitoyning rayondagi kengaymichilik harakati ekan. Bildirilishicha, Sharq Janubiy Osiyo allar ittifoqiga a'zo 10 davlat rahbarlari har qatimliq yig'inda hayva ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo nihoyatda oz harakat qilib kelgan. Jakartada o'tkazilgan bu qatimliq boshliqlar yig'inida davlat boshliqlari Burmadagi fuqarolarga qaratilgan zo'ravonlikni qattiq ayblagan va 2021-yili Burma krizisini hal qilish uchun ma'qullangan tinchlik planining oxirgi bosqichga kelganligini e'tirof qilgan. Bu qatimqi yig'in haqidagi xabarlarda Xitoyning rayondagi zamin kengaymichilik qilmishi masalasida davlatlar orasida ixtilof bor bo'lib, bu masalada o'rtaq tunishga kelish qiyin ekan. Shundaqla Xitoy rejimi 28 avgust atalmish 2023 yil nusxasidagi o'lchamli xaritani e'lon qilib, bundan keyin axborot tashviqotda, kitob jurnallarda, gazetlarning qistirma rasmlarida, e'lon ko'rgazmalarda, hunar san'at buyumlarida eng yangi nusxadagi xarita ishlatilishi kerakligini bildirgan edi. Mazkur atalmish o'lchamli xarita Tayvan Janubiy dengiz taqim orollarini o'z ichiga olgandan sirt, Tibet bilan Hindiston chegarasidagi Arunachal rayoni va Sharq Turkiston, Kashmir, Tibet chegarasidagi Aksay Chin rayonini Xitoy territoriyasiga kirgizib olgan edi va Hindiston qatorliq 6 davlat orqa-orqadan Xitoyning bu zo'migarligiga qattiq norozilik bildirgan edi. Olma shirkati 2 kunda $200 milliard ziyon tortdi.
Alma şirketi Xitoyda hukumat xizmatchilarining iPhone ishlatilishi cheklanganligi haqidagi xabardan keyin 2 kunda 200 milliard dollar ziyon tortdi. Anadolu agentligining xabariga asoslanganda Xitoyning hukumat xizmatchilarining hukumat organlarida iPhone ishlatishini cheklaganligi to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin Alma shirkatining pay bahosi 6% dan ko'proq tövallab 200 milliard dollar ziyon tortgan. Amerika Valkochisi gazeti Xitoydagi hukumatga qarashli organ va tashkilotlardagi xizmatchilarga Alma shirkatining iPhone tipidagi aqliy iqtidorli telefon va boshqa chet el markalarining modellarini xizmatga ishlatmaslik va ularni xizmat o'rniga akelmaslikka buyurilganligini ilgari surgan edi. Gazet bu masaladan xabardor manbalarni asos qilgan xabarida hukumat xizmatchilarining yaqinqi bir necha hafta ichida xizmat so'rovlari va uchur guruhlarida yuqori darajali amaldorlardan bu masala to'g'risida yo'l yo'riq topshirib olganligini ko'rsatgan edi. Bu tadbir Xitoy rejimining yaqinqi mezgillarda texnikaning chet elga tayinishini azaytish va tor bexatarligini oshirish tirishchanligining bir qismi deb qaralgan bo'lsa-mu, Xitoyning bu qadamlari Amerikaning Xitoy texnika shirkati Huawei va ijtimoiy aloqa subsi TikTok'ga qo'ygan o'xshash cheklamalardan keyin o'tirg'a chiqishi diqqat qo'zg'amoqda. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatga qaramay, Alma shirkatining Xitoydagi aqliy iqtidorli telefon setishda egillagan nisbati 22% bo'lib, bu shirkat huddiga olg'uchi shirkatlar orqali Xitoydagi aqliy iqtidorli telefonlarining muhim bir qismini ishlab chiqaradi ekan va kirimining 19%ni Xitoy bozoridan oladi ekan. Amerika bankasining mo'ljaricha Xitoy Alma shirkatining yillik iPhone setish miqdori 50 millionga yetadigan bo'lib, bu cheklashning Alma shirkatiga yiliga 5-10 million donaga to'g'ri kelishi mumkin ekan. Garchi Xitoy rejimi tarafidan bu haqda rasmiy bayonot e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, Alma shirkati bu masalaga baho berishni rad qilgan. Xitoy yana 38 xil Uyg'ur tibobati retseptini o'zining qilib oldi. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri izchil turda Uyg'urlar qo'lga keltirgan Uyg'ur tibobati dorigarligi sohasidagi ijodiyat va retseptlarni Xitoy tibobati dorilari qatoriga kirgizib, o'zining ijodiyati ekanligini da'vo qilib kelgan bo'lib, bu qitim Xitoy yana Uyg'ur tiboblar ijod qilgan 38 retseptlik dorini atalmish Xitoy qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlar mundarajasi 2-turkumga kirgizib olgan. Xitoy Jungyi dorilarni boshqarish idorasi organ to'rining 2-sentabr xabar qilishicha, Xitoy dori nazorat qilish boshqarish idorasi Xitoy tibobati dorilarini boshqarish idorasi bilan birlikda atalmish qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlar mundarajasi 2-turkumni e'lon qilgan. Mundarajaga jami 217 tunji retseptlik dori kirgizilgan bo'lib, buning ichida Uyg'ur tibobatiga tabi retseptlardan 38 dori retsepti bor ekan. Xitoy axborot vositalarining xabarda tunishtirishicha, qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlar hozirga qadar keng qo'llanilayotgan, davolash unumi aniq, ro'shan alohidalik va afzallikka ega qadimgi davr atalmish Xitoy tibobati klassik kitoblarda xotirlangan retseptlarni ko'rsatdi ekan. Qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlik dori yasalmalarini tadqiq qilib etishni olg'a siljitib, atalmish Xitoy tibobati dorigarligining yangi dorisiga aylantirib, Xitoy tibobati dorigarligining xos afzalligini joriy qildirdi ekan. Xitoy tibobati dorilarini boshqarish idorasi ilgari keyin bo'lib, qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlar mundarajasi 1-turkum, qadimgi davrdagi klassik donliq retseptlar mundarajasi 2-turkum ballar bo'limi qismi bo'lib, jami 107 retseptlik dori va 64 tunji retseptlik dorining ochqichliq uchur jadvalini e'lon qilgan. Bildirilishicha, Uyg'ur tibobati dorilarining navbatda muqim retsepti 2000 dan oshadigan bo'lib, bulubni tarqalishchan zukam, A tiplik jigar yollig'i, B tiplik jigar yollig'i, so'zilma kanichi yollig'i, yurak mingi qon tomir kasali, yellik bug'um og'riqi, oq kasal, sunuq, teri kasali qatorliqlarni davolashda ko'rinarli unumi bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy izchil turda Uyg'ur tibobat dorilari ichidagi tajribadan o'tgan muhim retseptlarni Xitoychaga tarjima qildirib, har xil bahonalar bilan Uyg'ur tiboblarining ijodiy amgakini o'zining qilib olgan. Fransiya maktablarda uzun kiyim kiyishni cheklash qarorini tasdiqladi. Fransiya ma'muriy mahkamasi maktablarda abaya uzun kiyim kiyishni cheklash tuzumiga xotima berish to'g'risidagi talabni rad qildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Fransiya ma'muriy mahkamasi Ma'arif ministrligining maktablarda abayini cheklash to'g'risidagi qaroriga bildirilgan e'tirozga qarab chiqib, cheklimining shaxsiy turmushga hurmat qilish, duo tilovat va ma'arif huquqiy shundaqli kamsitishga qarshi turish prinsipiga xilof emasligiga, shunga maktablarda abaylarni cheklashga bo'ladiganligiga hukm qildi. Mahkamaning qarorida qiz o'quvchilarning abayi deb ataladigan uzun kiyimni, o'g'il o'quvchilarning kamis deb ataladigan kiyimni diniy
diniy sabablardan kiydiganligi va bu maqsadda ishiltidiganligi qonunning o'quvchilarning maktablarda diniy tabiatlikni namoyon qiladigan biror simvollik narsani ishiltishi yoki shu xil kiyimlarni kiyishini cheklaydiganligi eskartildi. Fransiya Ma'arif ministri Gabriel Attalning 8-ayning 27-kundagi abayi qatorliq uzun kiyim-kechaklarning sekularizmga xilof ekanligi, shunga u xil kiyimlarning maktablarda kiyilishiga yo'l qo'ymaydiganligi to'g'risidagi bayonoti bas munozara qo'zg'agan edi. Prezident Emmanuel Macron o'quvchilarning maktablarda abayi kiyishini cheklash masalasida murassa qilmaydiganligini bildirgan edi. ADM jamiyati abayi cheklash qarorining asosiy erkinlikka qarshi ekanligini o'tirg'a qo'yib, Davlat ishlari mahkamasiga arz sungan edi. Attalning aytishicha, 9-ayning 4-kuni 298 o'quvchining maktabga abayi kiyib kelganligining bayqalganligini, bu o'quvchilarning 67sining cheklash buyrug'iga amal qilmaganligi uchun uylariga qaytarilganligini eskartgan edi. Yevropa Ittifoqi amaldori Anqara ziyoratim muvaffaqiyatli o'tdi dedi. Yevropa Ittifoqi komiteti qo'shindarchilik va kengaytish ishlari komissari Oliver Varxeli Anqara ziyoratining muvaffaqiyatli o'tganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa Ittifoqi komiteti qo'shindarchilik va kengaytish ishlari komissari Oliver Varxeli Anqara ziyoratining intayin muvaffaqiyatli o'tganligini, buning Turkiyada siyosat, savdo, iqtisod, fan-texnika, ijtimoiy siyosat sohalaridagi ijobiy qarorlarga muhim to'hfalarni qo'shadiganligini bildirdi. Varxeli bayonotida Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bilan bo'lgan uchrashish haqida to'xtalib, uchrashishda ministr Fidan bilan dialog va hamkorlikni kuchaytirish, mavjud fursatlardan unumli foydalanish uchun o'rtaq gullanish va muqimlikni saqlash yo'lida ishlanayotgan xizmatlarni qo'llash, viza rasmiyatlarini qo'laylashtirish, savdo munosabatlari va mablag' selish fursatlari to'g'risidagi aloqani kuchaytirish maqsadida ijobiy qarorlarni shakllantirish masalasida o'rtaq tunish hosil qildik dedi. Varxeli ziyoratida Turkiya savdo ministri Ömer Bolat bilan ko'rishganligini eskartdi. Tamojna ittifoqi kelishimining yangilanishini ko'zda tutib, savdoga pozitiv ta'sir ko'rsatadigan omillarga qarshi tez kurash qilish masalasida texnik ko'p ilgirlashlarning qo'lga keltirilishini ko'rish irodalarining qat'iyligini ta'kidladi. Shundaqla Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qaratgan embargolarni ijro qilish uchun o'rtaq tirishchilik ko'rsatish to'g'risida natijali fikr almashtirganliklarini bayon qildi. U Turkiya Cumhuriyeti İjtimoiy ishlar va oila xizmatlari ministri Mahinur Özdemir Göktaş bilan imzolagan chet elliklarga qarata ijtimoiy jihatdan bir gavdalashtirish yordami kelishim loyihasini Yevropa Ittifoqi imzolagan eng chong kelishim deb atadi. Varxeli Turkiya Energiya va tabiiy boyliqlar ministri Alparslan Bayraktar, muavin Cumhur rais Cevdet Yilmaz, sanoat va texnologiya ishlari ministri Mehmet Fatih Qachir va Turkiya savdo dunyosi bilan ko'rishganligini bayon qildi. U oxirgi bayonotida Turkiyaning Yevropa Ittifoqining ufuq siziqi Yevropa va Erasmus programmalariga qatnashishini muvaffaqiyat hikoyasi deb atadi. Hamda Turkiyaning bu qatim Yevropa Ittifoqining raqamlik Yevropa programmasiga daxil bo'lishining ilm-fan, texnologiya va ma'rif sohalaridagi hamkorlikqa to'kib qo'shadiganligini qayd qildi. Stoltenberg Turkiyaning Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini tasdiqlashini umid qilaman dedi. Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiya Buyuk Millat Majlisi ochilib qisqa vaqt ichida Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini tasdiqlanishini umid qilganligini bildirdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, bosh kotib Stoltenberg Yevropa parlamenti tashqi munosabatlar komiteti yig'iniga qatnashib, parlament a'zolariga xitob qildi va ularning savollariga javob berdi. Stoltenberg Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish iltimosi to'g'risida to'xtalib, iyulda Litvaniya poytaxti Vilnyusda o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'inida Shvetsiyaning terrorlikqa qarshi turish jihatda texnik ko'p ishlarni qilishi to'g'risida kelishim hosil qilinganligini eslab o'tdi va so'zini davomlashtirib, Turkiya Buyuk Millat Majlisi bu yil kuzda qayta ochilganda Shvetsiyaning a'zoligining baldurroq tasdiqlanishini umid qilaman. Bu so'z ilgarimi ko'p qatim o'tirg'a qo'yildi. Shundoq bo'lganda Finlandiyadan keyin Shvetsiya bilan birlikda 32 a'zomiz bo'ladi. Bu Shimoliy Shvetsiya va Finlandiya uchun shundoqla NATO uchun foydali. Bu shundoqla Rossiya prezidenti Vladimir Putinning NATOning kengayishiga to'sqinlik qilish uchun bir Yevropa davlatini ishg'ol qilish niyatida butunlay aksi natijaga erishganligini ko'rsatib berdi deganlarni qayd qildi. U bir Yevropa parlament a'zosining Qora dengiz ochliq koridori to'g'risidagi savoliga javob berib, Rossiyaning kelishimdan chekinishini ayblaydiganliklarini ta'kidladi.
biz Turkiyaning kelishimni asliga keltirish yo'lida ko'rsatgan tirishchanligini qarshi olamiz degan Stoltenberg, Ukraina ochlig'ini dunyo davlatlariga avatishning eng yaxshi usulining urushni oxirlashtirish ekanligini, ochliq kelishimining urushning oqibatini azaytishni maqsad qiladiganligini so'zlariga ilova qildi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarımız bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.